Bismillahirrohmanirrohim. Keyingi TSS savollar. Radiusi 5 sm, og'irligi 18 newton bo'lgan sharni balandligi 1 sm bo'lgan zinaga chiqarish uchun gorizontal yo'nalishda kamida qanday kuch bilan ta'sir qilish kerak deyilgan. Mana shuni zinadan chiqarish kerak. Hop, mana bu nuqta atrofida hozir aylanadi jism. Demak, momentlar teng bo'lsa ko'tarila oladi. Hozir mana bunda mg kuch moment hosil qiladi. Yelkasi esa mana bu bo'ladi, mana shu masofa. Ya'ni aylanish nuqtasidan qushni ta'sir chizig'igacha bo'lgan eng qisqa masofa. Mana shu masofa. Endi buni qanday topamiz? Mana bu radius bo'lsa, bu radius bo'lsa, bu tomon 1 sm bo'lsa, bu ham 1 bo'ladi. Radius 5 sm bo'lsa, demak bu tomon 4 bo'ladi. Radiusning o'zi 5, mana bu tomon 3 bo'lar ekan. Yelka 3 bo'ladi. Endi mg ko'paytirilgan 3 bu soat sirkasiga qarama-qarshi aylantiradi. F esa bo'ylab aylantiradi. Hop, F kuchni yelkasi qancha bo'ladi? Buni ham aylanish nuqtasidan qushni ta'sir chizig'igacha bo'lgan qisqa masofa. Hop, bu tomoni o'zi 5 ligini topdik mana. Bu tomon 5, bunisi tomoni esa 4 bo'lib 9 bo'lar ekan. Demak, F kuchining yelkasi 9 bo'ladi. Bundan F ni topsak mg taqsim 3 bo'ladi. Mg 18 bo'lsa, 18 ni 3 ga bo'lsak 6 newton. Demak, 6 newton bilan ta'sir qilar ekan. Ta'sir qilish kerak ekan. Ko'tarilishi uchun mana shu kuch 6 newton bo'lishi kerak. Keyingisi vaznsiz richak rasmda ko'rsatilgandek muvozanatda turibdi. 4p og'irlikdagi jism richakni qanday kuch bilan bosadi ishonashingiz kerak. Ya'ni mana bu 4p tegib turibdi hozir. Nimaga? Bu yerda chizmada sal tegmay turganga o'xshab turibdi. Lekin tegib turibdi u. Vaznsiz richak rasmda ko'rsatilgandek muvozanatda turibdi. 4p og'irlikdagi jism richakni qanday kuch bilan bosadi? Hop, demak, mana shu 4p og'irlikdagi jism qanaqadir n kuch bilan richak 4p og'irlikdagi jism richakni qanaqadir n kuch bilan bossa, richak ham jismchani n kuch bilan yuqoriga qarab ko'taradi mana bunday. Keyin bunga yana qaysi kuchlar ta'sir etadi deyilsa, mana shu 4p og'irlikdagi jismchaga tarangli kuch ta'sir etadi. Yuqoriga ipni tarangli kuchi va pastga qarab mg ta'sir etadi. Mana yukchani o'zini og'irligi 4p pastga. Endi yukchaga ta'sir etayotgan kuchlarni natijasini 0 deymiz. Taranglik plus n teng bo'lishi kerak. Hop, 4p ga bundan n ni topsak 4p minus taranglik bo'ladi. Mana shuncha kuch bilan xullas richak buni ko'taradi. Bu esa richakni shuncha kuch bilan bosadi. Ya'ni yukcha 4p og'irlikdagi yukcha richakni shuncha kuch bilan bosadi. Endi richak uchun muvozanat shartlarini yozamiz. Mana taranglik yuqoriga soat sirkasi bo'ylab aylantiradi. 4p og'irlikdagi yukcha n kuch bilan bosyapti. Bu soat sirkasiga qarshi aylantiradi. 3p ham soat sirkasiga qarshi aylantiradi. P esa soat sirkasi bo'ylab. Bo'ylablar qarama-qarshilarga tenglashtirish kerak. Demak, taranglik ko'paytirilgan yelkasi 1, 2, 3, 4x. Hop, n yelkasi 3x va n qarshi aylantiradi. Yana p demak, mana hozir t soat sirkasi bo'ylab aylantirsa, p ham soat sirkasi bo'ylab aylantiradi. Plus p kare 2x teng bo'lishi kerak. Hop, n soat sirkasiga qarshi aylantiradi. N ko'paytirilgan 3x plus 3p kare 2x. Hop, bundan demak n ni topib olishimiz kerak hozir. N ni topib olishimiz kerak. T ni o'rniga 4p og'irlikdagi jism T ni o'rniga n bilan bog'lab 4p minus n qo'ysak bo'ladi. Hozir taranglik kuch kerak emas bizga. N ni topishimiz kerak. T ni o'rniga 4p minus n ni qo'yib x lar ketadi. Hop, 4p minus n ko'paytirilgan 4 plus 2p teng bo'ladi 3n plus 6p ga. Hop, 16p minus 4n plus 2p teng bo'ladi 3n plus 6p ga. Hop, 16p dan 6p ketsa 10p bo'ladi. 10p ga 2p qo'shilsa 12p bo'ladi. Hop, 12p teng 7n, n teng 12p taqsim 7. Demak, mana shuncha kuch bilan bosar ekan. 4p og'irlikdagi kuch. Hop, keyingisi rasmdagi sistema erkin qo'yib yuborildi. Jismlarning tezlanishini aniqlang. Bunga o'xshash oldin yechdik. Yana umumiy hammasini bir jism deb olamiz. Bu tomonga hozir 60 newton, bu tomonga 10 newton, natijaviy esa 50 newton teng bo'ladi. Umumiy massa hozir 10 kilogramm, 10 ko'paytirilgan a bilan. Ya'ni F natijaviy barobar m a qilinyapti. Bu yerda hammasi bitta jism deb qaralyapti. 50 teng 10 a bo'lsa a teng 5 tezlanish bilan harakatlanar ekan. Keyingisi
Ishg'alanishsiz gorizontal tekislikda A va B jismlar F kuch bilan itarılmoqda. Shunga ko'ra A jismining B jismga ta'sir kuchi necha newton? Bu yerda ham ishg'alanish bo'lmasa ikkalasini bitta jism deb olinadi. 35 newton 7 kilogramm massa jismga ta'sir etyapti va qanaqadir tezlanish beryapti. A 5 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Endi mana bu yerda hozir ikkalasi ta'sirlashadi. B jism A jismchani bu tomonga qarab n kuch bilan itarsa, A jism B jismchani bu tomonga qarab n kuch bilan itaradi. Endi B jismchaga faqat mana shu o'zi itarish kuchi ta'sir etadi-da n. Shu 4 kilogramm massa jismcha uchun yozsak, n barobar mb ko'paytirilgan A deyilsa, mb hozir 4 kilogramm, A esa 5, demak bular 20 newton kuch bilan ta'sirlashar ekan bir-biri bilan. Xo'p, keyingisi doira shaklidagi plastinkaning radiusi 4 cm, undan 1 cm radiusli doira kesib olindi. Yangi plastinkaning og'irlik markazi O nuqtadan qanday masofada joylashgan deyilgan. Xo'p, demak plastinkadan 4 cm radiusli plastinkadan yana doira kesib olinsa, 1 cm radiusli massa markazi sal beriroqqa siljib qoladi. Mana bu tomonga yoki bu tomonga siljimaydi. Aynan mana shu diametr bo'ylab bu tomonga siljiydi. Xo'p, endi mana bu katta doirani massasi m deb olinsa, kichkina doiraning yuzasi mana bunday topiladi. Pi kara 4 ni kvadrati m massa deyilsa, ya'ni katta doiraning massasi deyilsa, pi kara 1 ni kvadrati kichkina doiraning massasi bo'ladi. Radiusi 1 bo'lganligi uchun. Bundan demak mx topilsa, m taqsim 16 bo'ladi. Ya'ni kichkina kesib olingan doirachaning massasi katta doiraning massasidan 16 barobar kichik ekan. Xo'p, endi mana bu tomonda mg taqsim 16 og'irlik bo'ladi. Bu yerda esa qolgani. Ya'ni 5 mg taqsim 16. Endi ikkalasini massa markazidan shuni qaytib O nuqtaga to'g'ri kelish kerak-da. Xo'p, endi mana bu masofani x deb olsak, bu masofa qancha bo'ladi? Hozir o'zi radiusi 4 cm deyilgan katta doiraning. Bu tomon 1 cm bo'lsa, bunisi tomon 3 cm bo'ladi. Xo'p, mg taqsim 16 ko'paytirilgan 3 teng bo'lishi kerak 15 mg taqsim 16 ko'paytirilgan x ga. Xo'p, mg taqsim 16 lar qisqarsa, x barobar 1 taqsim 5 bo'lib, demak 0.2. Xo'p, 0.2 santimetrga siljiydi. Mana masofalarni santimetrda olganimiz uchun mana buni ham, bu ham santimetrda chiqadi. 0.2 santimetrga siljiydi. Keyingisi rasmdagi massasi 72 kilogramm bo'lgan odamning qo'llari bir-biridan 36 cm masofada joylashgan. Uning og'irlik markazi o'ng qo'lidan, ya'ni mana bu qo'lidan 27 cm masofada joylashgan. Har bir qo'lga ta'sir etuvchi reaksiya kuchi topilsin deyilgan. Mana bunday uzun bitta tayoqcha deb tasavvur qilsak, shu odamni gorizontal holatda turibdi. Hop, ikkita tayanchda turibdi hozir bu. Bittasi mana bu yerda tayanchi, bittasi bu yerda. Mana shu tayanchlar orasidagi masofa 36 cm ekan. Hop, 36 cm, keyin og'irlik markazi o'ng qo'ldan 27 cm mana shu yerda joylashgan mg. Bu tomon 27 cm, bu tomon 9 cm. Har bir qo'lga ta'sir etuvchi reaksiya kuchini aniqlang deyilgan. Mana bu hozir qo'lni qanaqadir kuch bilan ko'tarsa, n kuch bilan, hop, muvozanatda turibdi. Hozir mana shu qo'lni olib tashlab o'zimiz ko'tarib tursak, n kuch bilan aylana oladigan jism ekanligi ko'rinib qoladi. Mana n soat harakati bo'ylab aylantiradi, mg esa qarshi aylantiradi. Muvozanat bo'lyapti, demak teng bo'lishi kerak. Muvozanatda turgan, ya'ni n ko'paytirilgan yelkasi 36 bo'ladi, teng bo'lishi kerak mg kara 9 ga. Bundan n topilsa, mg taqsim 4 bo'ladi. Demak bitta qo'li mg taqsim 4, bitta qo'li 3 mg taqsim 4 bo'ladi. Mana bu hozir o'ng qo'liga demak mg taqsim 4, ya'ni hop, o'ng qo'liga mg taqsim 4. Endi mg ni 720 desak, 720 taqsim 4 180 newton bo'ladi. Qolgani 540 newton boshqa qo'lga tushadi, bunisi qo'liga. Hop, endi bu yerda avval qaysi qo'li so'ralgani aytilmagan. Har bir qo'lga deyilgan. Demak 540 va 180 bo'ladi javob. Birinchi hozir bu chap qo'lni aytibdi. Chap qo'lga 140 newton kuch ta'sir etadi, o'ng qo'lga esa 180 newton mana shu javob bo'ladi.